Akalar, Amerikani Instagramida rosa trend bo'lib turgan narsa zakaz qildim. Amerikani blogerlari bu narsani ko'rsatib millionlab like'lar yig'ishyapti. Endi menga uncha like kerak emas, sababi meni kuzatyapti turganlarning aksariyat qismi juda ham ko'pchilik odamlar videolarimni qoldirmasdan ko'rishadi, oxirgacha ko'rishadi, lekin hech qanaqa reaksiya qoldirishmaydi. Sababi bu so'kinadi, bu har xil bema'ni qiliqlar qiladi. Palon piston faqat bularning qulog'iga yoqadigan hayotiy qanaqadir gaplar gapirishib kerak. Shuna mujik to'g'ri gapirdi. Qolgan qismi tanish bilishlar, nimagadir hech qanaqa bir podjeshi qilishga harakat qilishmaydi. Nimaga ekan endi bilmayman va boshqa mana shu meni kuzatib turgan insonlar har doim meni podjeshi qilishga harakat qilishadi. Sizlarga kattakon rahmat. Xullas, bu yerda hozir leksiya o'qiydiganman, sizlarga zakazimni ko'rsatadigan video o'zi. Menga like ham kerak emas akalar, shunchaki ma'lumot o'rnida men o'zimning fikrimni sizlarga aytdim. Demak, o'zi korobka ochilgan, tepolgandan ochilib ketdi. Bu narsa nima? Bu narsa akalar qog'oz desam ishonmaylar, hozir qarg'ashni boshlaysa bizni aldadi. Yo'q akalar, bu boshqa narsa. Korobka. Menimcha уже bu narsani ichida ko'rsatsam, уже ko'pchiliginglar bilsa kerak qanaqa video haqida gapiryapti turganimni. Mana. Tadan! Bu oddiy qorbobo emas, oddiy o'yinchoq emas. Buni ishlatganinglardagi tushunasizlar. Lekin bu videoda ishlatmayman, sababi vaqti yetib keldi va sizlarni aldab gapga solib turib men videoni cho'zdim.